Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xorazmga xush kelibsiz. Qo'lingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Tokadagi men to'g'risi birinchi marta kelishim Xorazmga. Bu yerda meni obunachilarim juda ham ko'p, bilaman, muxlislarim ham bor. Endi bular bilan aka men ko'rishim kerak. Undan keyin kechqurun tungi retabni o'tkazsak, qayerni adres beramiz? Shuhrat aka, mana hozir juda ham to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan ham biz aynan ushbu Xiva shahrimizda avtomobil ishqiboz haydovchilarimiz juda ham ko'p. Albatta sizni ular kuzatib borishadi. Eng navqiron, eng chiroyli joylardan biri Ota darvozani oldida turibmiz. Men o'ylayman, mana shu joyda agar obunachilaringiz bilan uchrashsangiz, chiroyli va mazmunli bo'ladi deb o'ylayman. Shunday ekan, demak, hurmatli kuzatuvchilar, bugun 25-sentyabr kechki soat 20:00 da sizlar bilan Xiva Ota darvozani oldida ko'rishamiz.